Salom odamlar. Sizlar navbatdagi videomni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Yuqoridagi taklif va talablarga binoan bugun yangi murabbiy va uning e-futboldagi eng kuchli murabbiy statistikasiga ega bo'lgan 89 statistika reytingli o'yin uslubi, ya'ni outline haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda do'stlar murabbiy haqida gaplashamiz. Undan keyin outline tizimi, o'yin stilini batafsil tushuntiraman. Qanday igroklar uchun bu o'yin stili mos tushadi va bu o'yin stilining muhim jihatlari nima? Albatta hamma o'yin stilida bor bo'lgan kamchiliklari nimada? Hammasini hozir gaplashamiz. Birinchi bo'lib murabbiyni ko'rib olamiz. Yangi murabbiy yangi pak bilan mana Norvegiya paki bilan yangi murabbiy keldi. Bu yerda albatta kontentni bosib kiramiz. Asosan asosiy o'yinchilar Sørloth, Ødegaard va mana Erling Haaland. Bular 100-101 bo'ladigan o'yinchilar. Qolgan o'yinchilar unchalik muhim emas hisoblayman. Demak, hozir hammasi haqida gaplashib o'tamiz. Asosan mana o'sha murabbiy 89 bu e-futboldagi eng yuqori murabbiy reytingi hisoblanadi. 89 shu paytgacha eng yuqorisi 88 edi. Va outwide noyob o'yin stili haqida gaplashamiz. Xo'p, bu yerda increase experience points 5-star players during the match deyapti. Xo'p, o'yin davomida o'ynab yurgan vaqtingizda deyapti, o'sha kuchaymagan o'yinchilaringizni 200% ga 5 yulduzli hamma o'yinchilarni kuchaytirar ekan. Va mana bu eng muhim jihati bu murabbiyni booster hisoblanadi. Xo'p, heading va physical contact. Heading albatta kalla qo'yish, bu naves o'ynaydiganlar uchun ideal va physical contact. Bilamiz, kalla qo'yish uchun eng muhim bu physical contaktlardan biri. Chunki o'shuncha o'yinchining ichidan yorib chiqib kalla qo'yish uchun physical contact o'sha kalla qo'yadigan o'yinchida kuchli bo'lishi kerak. Ikkita eng muhim booster. Va o'sha eng muhim, eng kuchli defenderlar, ya'ni himoyachilarni buzib o'tadigan outwide skilli, ya'ni outwide o'yin uslubi. Hozir outwide haqida alohida gaplashamiz. Men birinchi game plan ochib olay yangi game plan ochamiz do'stlar. Mana bu yerga yangi game planning nomini biz outwide deb nomlaymiz. Outwide deb nomlab unga kerakli bo'ladigan murabbiy va o'yinchilarni teramiz. Xo'p. Mana o'sha outwide kiramizda murabbiyni o'zgartiramiz. Men yangi murabbiyni sotib olmadim, sababi menda Fonte bor. Fonte outwide da o'ynatadi. Team play style outwide 88 da o'ynata oladi Fonte. Xo'p, mana shu holat. Endi bunga mos sxema, ya'ni outwide ga mos sxemani tanlaymiz. Outwide degani do'stlar, wingerlar bilan hujumga o'tish. Umuman outwide degan o'yin stilining asosiy fishkasi bu wingerlar hech kimga indamagan holatda bo'sh hududga chiqib ketadi. Bu outwide o'yin uslubining asosiy kuchi, fishkasi hisoblanadi. Buning uchun sizga wingerlar kerak bo'ladi, tez yuguradigan wingerlar kerak bo'ladi va o'sha qanotda kutadigan wingerlar kerak bo'ladi. Xo'p, wingerlar va o'ng qanot, chap qanot himoyachilarini to'g'ri tersak va o'rtaga bitta yaxshi hujumchi qo'ysak, outwide sistemasi zo'r ishlaydi. Outwide o'yin stili zo'r ishlaydi. Xo'p, buning uchun biz formation tanlab olamiz, ya'ni sxema tanlaymiz. Eng yaxshi sxemalar outwide uchun 4-3-3, chunki ikkita winger o'ynaydi. Va 4-2-1. Bunda ham ikkita winger bor. Va 4-1-2-3, bu ham ideal outwide uchun. Xo'p. Qolgani yo'q. Mana buni tavsiya bermayman, sababi 3 ta himoyachi kamlik qilib qolishi mumkin. Shuning uchun biz eng idealini olamiz. Eng ideallardan ikkitasi bor, 4-3-3 va 4-1-2-3. Men 4-1-2-3 ni olaman. 4-1-2-3. Mana shu holatda hozir o'yinchi terishga harakat qilib ko'ramiz. Asosiysi outwide uchun to'g'ri hujumchi va himoyachilarni tanlaymiz. Hujumchi hech qachon hujumchi targetman bo'lmaydi, kreativroq hujumchi tanlash kerak. Kreativ o'ynaydiganroq hujumchi. Misol uchun David Villa bor va Leo Messini qo'yamiz Lautaro o'rniga va Cristiano Ronaldoni ham olamiz. U ham chunki yuqorida bullet header, yuqori sakraydi va asosan outwide havoda to'pni o'yinga kiritadi va markazdagi havoda pas beradi. Bizga kalla qo'yadigan o'yinchi kerak, bu albatta bullet header Ronaldo. Xo'p, endi o'ng qanot, chap qanotga winger tanlaymiz. Xo'p, o'ng qanot, chap qanotga winger Rafael Leaoni ko'ramiz. Statistikasini 97 ga 97 ideal.
ideal holatda, lekin staminasi past, balanslari yaxshi. Paslari past, driblinglar zo'r. Rafael Leao ideal o'yinchi hisoblanadi winger uchun chap qanotga. Nima uchun? Sababi wingerlar hech qachon o'rtaga yorib kirmaydi. Yorib kiradi, kamdan kam yorib kiradi. Out wide'da asosan mana bu ikkala liniya bo'yicha, ya'ni out chizig'i bo'ylab qochadi. Out wide stilida o'ynatadigan har qanday murabbiy hujumchilarni, wingerlarni out chizig'i bo'ylab qochiradi. Xo'p. Rafael Leao yoki bo'lmasam albatta Neymar Junior everybody. Bu o'rniga qo'yamiz. Mana bunday holatda, chunki Neymarning ham tezliklari juda baland. Xo'p, driblinglari mana 98-99 juda ham zo'r, finishing 87-90 kurl va 95-99 tezlanish va tezlik. 97 balans, 84 stamina. Ajoyib. Neymar juda ham ajoyib. Winger uchun, out wide uchun. Xo'p, endi o'ng kanot winger. O'ng kanot wingerga crossing va tez yuguradigan o'yinchilar kerak bo'ladi. Albatta crossingga mana bu o'yinchini olamiz, chunki special cross specialist va o'ng kanotga Salah bilan Nikolar mos tushadi. Salah kuchlimi, Niko kuchlimi? Bu yerda Niko kuchliroq ekan, Nikoni olamiz, chunki Nikon tezligi ham balandroq. O'ng tomonga Niko o'rniga qo'yamiz, chunki mana tezligini ko'rsataman Nikoni. Qochadigan bola 96 ko'ryapsizlar. Balans bilan stamina ham kuchli. Ko'rullari bor va driblinglari bor. Bu o'yinchilar do'stlar qochish kerak. Qochadigan o'yinchilar bo'lish kerak. Buni bu yoqqa qo'yamiz, Nikon. Endi ikkala o'rtaga bizga kerak bo'ladi one touch pass bilan pas beradigan kreativ playmakerlar kerak bo'ladi. One touch pass bilan pas beradigan o'yinchilar albatta Jude Bellingham va one touch pass kerak faqat. Xo'p, one touch pass bilan beradigan o'yinchilar De Bruyne bor ekan, AMF da. Xo'p. Mana bu o'yinchimiz bor ekan, kreativ playmaker. Bu ham ajoyib o'ynaydi. Xo'p, bu whole player. Mana endi ideal bo'ldi. Bitta kreativ playmaker, bitta whole player. Juda ajoyib. Va DMFga albatta Chouameni, Anchorman. Va himoyachilar. Ben White bor, offensive fullback, crossing, ya'ni cross beradi. Tezligi ham yuqori, 88 tezlik va 96 stamina. Lekin bundan ko'ra asosiy idealroq variant bu albatta Belletti hisoblanadi. Xo'p, Bellettini qo'ydik. Endi chap qanotga albatta Roberto Carlosdan ko'ra yaxshiroq variant yo'q chap qanotimiz uchun. Shuning uchun Roberto Carlosni tanlaymiz. Chap qanotga mana boshqa variant yo'q. To'g'ri, Teo Hernandez bor. Xo'p, Teo Hernandezni stili fullback finisher. Mana Teo Hernandez fullback finisher ekan. Buni qo'yamiz zaxiraga. Zaxiraga qo'yamiz buni. Xo'p, mana Hakimi bu yoqda ekan mana. Mana Hakimi o'yinda ekan Hakimi. Bu ham fullback finisher ekan. Mana ikkita zaxira do'stlar, ikkala chap qanot va o'ng qanot himoya uchun ikkita zaxira bo'ldi mana pastda. Xo'p, endi o'rtaga albatta Rudiger, ya'ni The Destroyer va kerak bo'ladi mana bu o'yinchi Tony Adams. Bu ham The Destroyer, Tony Adams ham va yana Beckenbauer ham kerak bo'ladi. Xo'p, Costa Curtani olib qo'yamiz. Costa Curta to'g'ri kuchli-ku, lekin u defensiv orqada qolib ketadi. Xo'p. Endi bizga zaxira o'yinchilar kerak bo'ladi. Tanlaymiz. DMFga zamina uchun Kanteni olamiz. N'Golo Kante va Alexander Serlotni olamiz. Kim o'rniga qo'yamiz Serlotni? Keling shu yerga qo'yib turaylik. Serlot ham kerak bo'ladi. Va o'rtada bizga mana bu o'yinchini olamiz. Bu yerga qo'yamiz. Xo'p. Saloh. Muhammad Salohni ham olamiz. U ham kerak bo'ladi bu yerga. Xo'p, mana menimcha yaxshi terildi. O'rtada o'ynab beradigan bitta mana buni olsak. Pas beradigan, pas kuchli o'yinchini bu yerga. Hop, mana bu terildi. Shu tartibda
tizim tuziladi va individual instructionga kiramizda individual instructionda bizga target main kerak bo'ladi. Target mainga wingerlarni belgilab qo'yamiz. Wingerlar. Chunki o'sha joyda qolishi kerak wingerlar. Target mainga chap qanot, o'ng qanot wingerlarni belgilab qo'yamiz. Bu yerga offensive qilib mana bularni belgilab qo'yamiz. O'rtadagilarni mana bunday. Mana shu tartibda ideal out wide tizimida o'ynatadigan o'yinchilar uchun ideal holat paydo bo'ladi. Endi men sizlarga bu out wide o'yin uslubini o'yindagi nima deydi, effektlarni ko'rsatib o'taman va minusini ham hozir gapiraman. Birinchi bo'lib o'yindagi plus tomonlari, mana bu wingerlar juda ham katta bo'sh hududlarga ochiladi va orqaga qaytishdan to'xtaydi. Bular shu yerda qoladi, juda ham katta bo'sh hududlarga ochilib chiqib ketadi va o'rtaga pas berishi ham mumkin, lekin o'zi gol urishi ham mumkin. Ular bo'sh hudud bormi gol bo'ladi. Mana bu ikkala AMF, ya'ni attacking midfielderlar oldinga chiqib o'ynaydi va bu hujumchilarga, wingerlarga paslarda yordam beradi. DMF va Anchorman orqa-orqa qaytadi. Bu ikkala himoyachi orqada turadi, bular ham oldinga chiqadi. Oldinga chiqib o'ynaydi. Va minus tomoni, buni plus tomoni eng kuchli himoyani ham buzib o'tadi, ya'ni paslar bilan yoki o'sha bo'sh hududlar ochish bilan eng kuchli himoyani ham buzib o'tadi bu o'yin stilini plus tomoni. Minus tomoni bo'lsa, mana bu himoyachilar oldinga chiqib ketib qolganligi tufayli himoyangiz bo'shab qoladi. Tezda orqaga qaytish kerak, tezda. Raqibga to'p tushdimi, orqaga full qaytish kerak. Shu uni minus tomoni bu o'yin uslubini. O'yindagi uslubi juda ham ideal, juda ham ajoyib. O'sha qanotlardan hujum qiladiganlar kim uchun tavsiya qilasiz desanglar, qanotlardan hujum qiladigan igroklar uchun men buni tavsiya qilaman. Qanotlardan kirib bemalol kalla qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Albatta mana bunaqa bullet header, mana Serlot qo'yaylik, o'zini norvegiyalik bu ham. Bullet headerlar bo'lsa, bemalol qanotdan turib pas berib kalla qo'yib o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Yuqorida hamma narsani tushuntirib o'tdim. Endi o'yin uslubiga qaraymiz. Mana bu gameplayga qarang. Ko'ryapsizmi? Chalxonogluga ochilgan kattagina hududni. Bu ayni out wide o'yin uslubini effekti. Mana Leao ham chiziq bo'ylab qochyapti. Leaodan oldin bo'lsa, Romelu Lukaku ham chiziq bo'yicha qochgan edi. Natija va gol. Barelladan yana Leaoga, ya'ni kray bo'ylab, ya'ni qanot bo'ylab qochish va hujumga chiqib ketish. Bu hammasi out wide'ni asosiy fishkasi, asosiy kuchlaridan biri. Mana bu hujumga ham e'tibor bering. O'rtadagi, markazdagi creative playmaker va DMF'dagilar to'pni olib beradi va bitta winger bilan qochib ketasizda, bo'sh hududlar ochiladi va gol. Umuman out wide menga yoqdi. Qanaqadir ochiq o'yin namoyish etsangiz bo'lar ekan out wide o'yin uslubida. Qolganini o'zingiz maza qilib kuzating. Videoga like bosing, yangi bo'lsangiz obuna bosing. Sizga qaysi uslub yoqadi va qaysi uslubda o'yinchilarni o'ynatasiz? Kommentariyaga yozib keting.